Bir marta shu retsept bo'yicha somsa qilib ko'ring, boshqa retseptlarni unutib yuborasiz. To'liq retseptni bilish uchun kommentariyada somsa so'zini yozib keting. Idishga ilitilgan sut, bir dona tuxum, eritilgan margarin, dro'jja solib yengil aralashtiramiz. Un solib, yumshoq, elastik, lekin qattiq bo'lmagan xamir qoramiz. 1 soatga xolodilnikka yuboramiz. Tingan xamirlarni 6 ta bir xil bo'lakka bo'lamiz. Un va kraxmalli massamiz bilan hamma xamirlarni yubka qilib yoyib olamiz. Margarin eritib, birinchi xamirimiz ustidan yog'laymiz. Ustiga ikkinchi xamirimizni qo'yib, shu holatda 6 marta takrorlaymiz. Hammasini qilib bo'lgandan so'ng rulet qilib olamiz va 2 soatga xolodilnikka yuboramiz. Qarang, orasi qanaqa chiroyli chiqdi. Har bitta xamir videoda ko'rsatilgandek qo'limiz bilan ochamiz. Agar o'g'li bilan yoshsiz, naqshlari bunaqa chiqmaydi. Nachinkani solib ehtiyotkorlik bilan tukamiz. Duxovkaga yuborib, ozginadan keyin olib ustiga suv sepamiz. Somsalarimiz tayyor. Ovozini o'zingiz eshitib ko'ring. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin.